bizning birdan-bir bu yerdagi ishimiz shu sening sog'-salomatga ham sog'-salomat olib qo'yish, chunki sen bilan sog'-salomat turgandan keyin shu bizga eng yaxshi deymiz propaganda o'pib bo'ladi. Cheglar, pashtalar bor, Nanjang bilan hamma yerga berib ko'p o'zgarib ketdi, yaxshi ketdi. Ash ko'rgan narsalarni ashai berib tapasa cho'ng biz uchun bir cho'ng sovg'a bo'ldi. Dabda ononikin abriyalar ba'zi shunchalik tekshirani ishlab bo'lib olgan. Yana badaymi unda ishlab ozib deb badabdaydi. Masalan, sen pasportini bersan, cho'pim yana gap so'raydi. O'zing Çanda plazan çanda bal çanda klamsam mina telefonuna ol mala sözler berma mina birden bir işim şu seni sağ salamet nişan oynatıp sağ salamet diyor sap koyuyor işte dedim okey bulanı tartışık sağladı diyen sen yaxşı oynab gidip ve yaxşıya ondaqqa beronlar nimiş ku bağmayslar deydi anı taftikende buldu emsade bulanı bir şey de ötken işini özün kız karşı bizi çende olsun da şun şansı çakırıp ekkeldi humuna da man gak hoş onu diyor karsam çok sıra bir kamera bakya an kamdan yağar asladın bir tal adet kalblen çap bitipti dan çaplam gıptı hudi sana resim almak da diyen. Lakin ben bilen para alışat anılıp da aldım o daha adam telefonu yan dostu var mı da tutup min takdandı. Hazır hem de yakında kelgen telefonu nime desiniz? Mikrogül apınızın fakat ne çaylık vakti kap kaldı. Dadınız hemen eğer günde kap kaldı. Bana bayağı tutup işip kaldı. Fakat aş kızımını bir körüp alsam, bu kızımni yaman bek tez bakkandım. Dep aşlaq dep getdi. Salаңызға yakın toy buldu, akınızın yana balısı buldu, yen bu vaqt oldu. Siz hazır Amerika garajlarını kıldığı, Cumhur'un tıllaydıgan, kıldıgan işlerini hemmini kıpırıp oldu. Hem de Amerika garajlarının işki balınızdan yol düşünüzle Cumhur'a kilim. Biz sizni şundaq prezident kütkende kütüp elip, bütün vatanni aylandırıp atanınızı körsiz, sağ-salamat Amerika qaytırıp etimiz. Siz kelsiniz, fakat Cumhur'a çoğun bir yardım qilgan bo'lsangiz, şunun bilan yardım qilgan ekan sizga nima kerak bo'lsa shuni bersak bo'ldi. Siz kelib ketgandan keyin ota-onangizni achiqib, singlingizni, akalaringizni achiqib, chet ellarni aylantirib qaysingizmi? Biz hech kim demaymiz dedi. Aman bo'lsa, qancha tez bo'lsa kelsangiz, iqtisod bo'lmasa biz avatib bersak bo'ldi. Birdamlik yetkazib beramiz deganlar gaplar bo'ldi. O'zining ismini deb bermadi. Men faqat mush Korl oblastiga mas'ul bo'lgan hukumatning cho'ng bir amaldori. Sizlarning Korldagi, mush Korldan chiqqan butun chet ellarga chiqqan butun Korldagi oblastdagi Uyg'urlar bilamdi, hammasiga men mas'ul. Hammasining kimning qayerda, nima turib nima ish qilganligini hammani besh qo'ldak bilman. Dedi men sizning materialingizni ko'rib, siz uchun alaqa tecrübe qilib, sizning psixikangizni tushunib, quvvat qilib menga 4 yilni ochdi. Shuningga oxiri men yana telefon qildim dedi. Ma'lishdan qilmaydi u haq. Chunki men o'qiyotgan ishning hammasini bilgan. Inoq oldimga ilibga yuzimga inoq demasmi, lekin tavaqban gapning ichidan alo bu sen qa ishning hammasini bilmiz. Sen o'qida ishing shu yaxshi o'ynab yaxshi ketib, chiroyli rasmdan tushib, haqlarga voy bizni vatanda shuni yaxshi kutibdi. Undaq ishlam yo'q, portaylam yo'q, pasport bilan tekshirgan ishlam yo'q. Manglarni shundoq sog'-salomatligi kapolat qilib, yaxshi o'ytib, yaxshi aytishliga deb o'shdan qil debdi-da. Undan keyin to'pam bag'icha cho'pim ishda Charlesda uchsi dedi. Pasportni tekshiraydi, temirni tekshiraydi, sumkani tekshiraydi, mashinani tekshiraydi, hammasini tekshiraydi. Pasportni bilan tushuntirsangiz Çemremsiniz la mantis foblan bir eliniz artıq gəlqılınız kəlmisi mantis foblan əmi işoğundan qıpırmam. Ənsirman su yaş verib yaş oynabli kilin, öydü qırıl və yaş körüşün. Artıq gəlqımam nim boğabqınni həm nim gəplər boğabqınni bir yerikə gəpən çıxıb yişkim gidimə. Bu işçimiz dostunun optursudu ki, bir taran. Berib kevatqanlarının ki təşviqatıda ular kelgandan keyin Sharq Turkiston yaxshilanib ketdi, taraqqiy qilib ketdi degandek tashviqotlar bilan bo'ldi ekan. Uningki qanday bir alayidlik va sizning anglaganingizda? Endi
Meningki o'zimning tajribasiga qaraganda, endi ashundaq bir yerda mushu gapni deb yoki ovozliq yoki videoliq ashundaq narsani talab qiladigan ish bormikan deb o'yladim. Masalan, mushu urug' tuqqanlaring mishada endi o'zingni bil, sen hech bo'lmasa bir 10 odam boyada mush gapni deb bizga avatishing kerak degandek vazifasi bor deb o'yladim men. Chunki men ma'lum bu gapni, ya'ni burun Xitoy deyotganlar tuyuqsiz vatanga berib ketlar, hanzu yo'ldoshlar deb gapiradigan bo'lib ketdi. Bizning vatandami mushu Xitoyni Xitoy desak, demeysizlar degandek endi masalan mushu cheklangan gaplarda Xitoy degan gap cho'qim yo'ldosh deb gapiradigan bo'lib ketgan. Hozir bu chet elga berib, vatanga berib kelganlarmi yo'ldoshlar deb gap qilishlari xuddi o'sha o'xshash. Uni ashlarga anglatish maqsadi bo'lmasa, ular hargizmi shu Uyg'ur shu vatandagilarning pardasi bo'yicha yo'ldoshlar deb gapirmaydi. Buni shu unga yolsa ya videoni bir yerga to'g'rilab qo'yib turib, ashlar tashviq qilgan narsani bizga yo'llaysa, andakin urug' tuqqanlarning bundan keyingi turmush mishadi yaxshi bo'ldi degandek vazifa bilan ashta qildim ekan deb o'ylayman. Onundan chet elliklar so'rab, "Voy, Uyg'urning ahvoli qanday?" desa, "Ha, hozir xeyli yaxshi bo'lib qopti. Ha, berib kelganlar bakiya" deydi. Buning bilan mayada Uyg'urlarning og'zidan chet elliklarga yoki yerliklarga yaxshi bo'lib qopti deganni bizning og'zimiz orqali buni deyotdi. Demak, bu yerda Xitoy mushu tashviqot usulini o'zgartdi. O'zgartib, birsi chiqaradigan, chiqqanlar undan keyin mayoqdan so'rab akiradigan. U berib kelganlar undan keyin bu doirani kengaytib, Xitoyning obrazini o'ngshashga yantayoq qilyapti. Ig'raroq deysek, uchiqaroq yalang'ochlab desak, munofiqlik qilyapti. Xitoyning bu shaklan jihatda chegarani echayotgandek ko'rinishi Xitoyning maqsadiga yetganligini bildiramdi yoki buningda boshqa bir orqa ko'rinish bormi? Xitoyningki maqsadi hozir shu masala bo'lmagan insonlarga viza berib, chaqirtib, hatto o'maklarni qurib qilishi aslında arka planda başka narsalar var. Yani mala kelip ketyotidi, bizmi basak bo'ldi deb Xitoydan ko'zitgan o texmi cho'nglarni qo'lga tushirmoqchi. Ya'ni Xitoyning tili bilan jipni uzun qo'yib cho'ng beliq tutish. Bu bir. İkincisi bu kelib ketgandan keyin bu chet eldagi kuchlarni ojizlashtirdi. Chet elda Xitoyga qarshi mustaqillik talab qilgan kuchlarga qarshi ayrımcılık qiladi. Agarda mamlakatning ichida, vatanning ichida va mushu sirtda yashab turib ketib kelgan odamlar ning soni ko'paysa, ovozi ko'paysa, ching chiqsa, vaqtida chet eldagi bu faoliyatninki ovozini, kuchini ojizlashtirdi. Oxirida uningki yolg'izlashtirdi. Yani bir uçum insanın işi degan nuqtaga akildi.